Gaz aksesuarı 6 oylik proyektini ko'rgilik yotdimi? 1, 2, 3. İşlerini yürütemiz Nokia'da bir günü yaparım ona Patoni Montana diyeyim. Gece uxlamin işledim oyladım İspatlaşım gerek verişine kul yat kanal. Biz bilemiz yedik lan kat kanal. Üstümüzden güledi kıyınçılıkını tapmağa. Labur labur Birinchi qilib o'tgan ishlarimizdan bittasi bu albatta mashinani yuragi akala. 1.8 motor qo'yganmiz, bitta shuni rangi qoldi. Qanaqa rang yarashadi o'zi bu qora rangga? O'shani kommentariyada yozib keting. Katta radiator, nolevik filtr, pavok, maslabamoyga полный motor xizmatlarini qilib berganmiz akala. Bu mashinamizda qilib bergan ishlarimiz, bu yog'iga salonda akala, полный salon tikkanmiz. Mercedes hamma narsalarni joy-joyiga qo'yib, eng qizig'i mana qaranglar akala. Bitta barmoqda aylanib. Detalni aytib beradigan bo'lsam, sizlarga anatomiya featrolini qo'yganmiz. Bu yerda har bitta detallariga qarab, nimalargacha blackpiano qilib, 4 ta elektrofadionlik apparatura, sidinani knopkalarini okala mana bu joylashtirib qo'yganmiz. Bagajimizdagi apparaturalar и bagaji akkuratligiga bitta baho berib qo'yasizlar. Orqa salonimiz nima sidinani tushirdilar desanglar, mana bu yoqlari ham blackpiano, Cobalt signasini bu yoqqa perda kirganmiz. Orqalarida mana apparaturalari, uslitrlari, estradnik kolonkalari и salonni orqadan ko'rinishi shakli. Bu mashinamizni kuzovnidan olib chiqqanimizdan keyin juda ham qora tez qirilib ketadi. Nima qilishni bilmagan holda aka bilan oldiga keldik. Xudo xolasa aka bunga nima ish qilib berasiz? Konsul blonkasidan 180 mikrolikdan pulni bron qildingizmi? Pulni bron bo'ldi. Pulni bron bo'ldi, hamma yog'i. Bamper qolib ketibdi, shuni ham bilib. Bamferi ham bron bo'lgan. Bamferigacha ham bron bo'lgan. Hamma yog'i. Mana Konsul blonkadan tonirovka 100%ligidan oldik, so'zlashdik. Buni oldiga urib qo'ysiz, unaqa yursa bo'ladimi? Endi ular amalga olasan. Bunisini bilmaymiz, servis uchun qo'yganmiz. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, mashinalar Liboy proyektini bitirib ham beramiz. Laminatsiya, tonirovka, bronirovka bo'yicha ham Liboy ishlarni bitirib beramiz akalar.